tınşanlar sözlerimni qarap turgan ata-ana kız oğullar. Toy degenden kavgasını köp görüp perzat için bağrı kıyıp pişqallar. Haber kılıp şehir içi dişiğe memnuniyetli kımakçımen kızımni çoğu toy için candıkları tel kılıp ada kılay boynumdaki karzımni. Emrahın! Oy Emrahın! Bosla kudan çapsan bosla. Vallahi kildiğe vakit kaldığı karşılar. Oy kudan ne var la? Oy ne var ay mentek su çakısı vallahi kim bağa kaydetsin. Aysxan, bu öydeki işki erkek vallahi oğun ketmedi hazır kız kemey oturdu. Şunu bizler kudan. Tayarlıklar bitip kalgan da. Oy nemisin deydi la Aysxan. Adilcan bilen Tacı Gülüşkisi'nin birlik yıldıgan haberini anlap Xudumni yoqtutlu koydum desler. Oy kudan, Adilcan bilen Tacı Gülüşkisi'nin kemini koyma vaxtıdı boldu. Şundak. Ulanın toyunca muş oğlumuz yeşem ülgürdüm, satı bolmaydı. Yeşem ülgürdüm? Qarsa bağaqlar besip boldu. Ben sizin bağaq gösteri, bağaq. Karamalı 500 bağaq besipti, 500. Hiç bulmağandı bu toyga mıngdan oşup kadar çapırsak bulmaydı o disler. Qarsaman isimlerini yezip oldu, hemmisi tayar oldu. Şundak Aysxan, bizden bu işki aile Bağvelle ailesi. Onda koğandikin ballarımızdan toyu hemen için terkulsa. Şundaklaydı. Balların kelişigine sıkkına hadı gıfliydi. Şundaklaydı. Bakıl. Sıra kamerasını etme tura ya. Ne etme yemse. Qarala, bu ikisinden bir-biriga bop kelganni. Agar mushu ballarımızın toyini qilib olsak, Murat maqsadimizga yetardik-da. Endi bu dastan salayım. Oturalım. Amin. Allahu Ekber. Qanday ballarım selamet geldinlar. Selamet geldik. Dada, sizin selametiniz mi yaxşı qaldı? Selametim yaxşı qaldı, vallahi razı. Adilcan, dadanğı dep ne çıkaydım xat yazgırsam bolam. Cim yetip aldın biz bek endi skulduk. Bizden bu yer keldiğanlığımız uqtığan diken tazı aldıraş xat yazamadık. Hoşalığımızın çok, xat yazışına ot geçtiniz. Hem o yeni tekelgensiler, ketmeydiğen sizler? Biz bir neçe muallim ve 30 neçe okuğucu 3 aylık müddetler bir yerdeki yukumluk keserliğin aldığını eliş için geldik. Bir yerdeki vazife tüketkendikin biz 4 okuğucu başı öz dahimiz kaldık kendimiz. Bu nait obdan Yaxşı demesin bu. Ne düştün lan? O aklımızın halık mitmaklarınızı var. Sık çay içsin. Vallahi çabuk dostlar, ben tomakın üstüne lan kosu geçip kaldım. Çap ol xotin ne? Apa avarımla. Biz yani kayıp verip biraz kıldığa işimiz var. Ulan ağzını pişattın. Keş diyeni kelimiz emez. Saymakon, bu ballarımız oldurap duruyordu. Şuna işköyünün hele bir meselesine hazırlık kılışıyorsak ama. Doğru. Dada, ne mesele o? Balam bu. Cine balam, bu meselesine öykürüp kılaydı cine. Saymakon, Aysxan silahım Sen makul. Şunda kılır. Aysxan bu işini hem de Doğru. Hani gel balam gel. İçkimiz bir piyalı munduşu olup, ota bir çay içelim. Otağına balam. Ben bir piyalı çay demlep çıkar. Opa, undaqda maqıldıgan gepiniz yaxshimamdı? Sana daydıgan geplerim ciyek balam. Uzun bol demesin o biz munduşamıdık. Rahmet. Hadi. Sık ağına. Ben kempitli'den ağayım balam. Ay boldu. Öyle. Yedim. Sizler bir obdan çoğup kaldınlar balam. Onun üstüge Ali mektebini ötügettinler. Aman bir başka bir dopu lazım buldu emesmi. Kandak deyse? Opa, gepinizi iniqroq dаңa. Nima deganingizni men tushunmadim. Gepni iniğini bilsen balam. Bu adil bilen işkinlerini bir şey unlap koyayını davatınız. Ki oldu bilen
Odilning emas, Odil bilan ikkinglarning to'yini qilib qo'yaylik da'vatimiz bolam. Nima? Odil aka ikkimizning to'yini. Qo'ying. Qo'ying hozir bu chaqchaqlig'izda. Mening hech vaqtim bu qilgan chaqchaqlig'imni texnik aytmabsiz. Chaqchaq emas bolam. O'tgan qatim yozgan xatonda o'qish bitmaganlikka to'y qilishga ma'qul bo'lgantinglar. Lekin canım opa, Odil akam ikkimizning bo'ldig'ini faqat o'ylamabdiman. Opa, Odil akam ikkimizdan bir navri qarindosh bo'lsa, kichigimizdan tartib, aka, singlimdan cho'g'ilgan bo'lsa, bu mumkinmi? Bolam, tuqqan bo'lsa nim bo'pti, bir navri bo'lsa nim bo'pti. Navri chetishga ajaldan bosh. Yo'q opa, bundaq amalga oshmaydigan gapni qilma. Qara, tuqqan degan o'tdan. Yot yigitcha tuqqan o'lgichi degan gap bor emasmi? Endi masalan ikkinglar qol. Ikkinglar ber to'y xit etkazsanglar, mush oldimizga kelgan kun to'yinglarni qilib qo'yay. Nima? Canım opa, ikkinchi siz bu gapni og'zingizga olg'uchi bo'lmang. Bolam, undaq demagan gap angla qara. Men Odiljon bo'lsa akamning bir tal o'g'li. Ikkinglar to'y qilsanglar, oltiniz yoqitga yarashgandek yarishdi emasmi? Opa, Falak bilan hamak, go'shini singat bolam, yog'ini berak olmag'an yaxshi. canım opa, nima bilan da'vatsiz? Qara, men akamcha ikkinglarning to'yini qilaman deb butun aslasini xaslidi. To'ylig'ingni qatma-qat oldi. O'ylaringni yasab jabdoq, mushu tettamni qizib cho'qda qilibdi. Unalg'a WhatsAppda televizordan hammani tayyorlab qo'ydi bolam. Opa, bo'lmaydi degandikinchi, bo'lmaydi. Canım bolam, sen bundaq deb turibsan, men akamning oldida men nima deyman? Ha? Men qo'lim qo'shlarni yuziga men qanday qarayman canım qizim? Opa, siz ahvolni tushunmaydi ekansiz. Odil akamning-chi, o'zi bilan birga kelgan shunday chiroyli loyiqi bor. Nima? Loyiqi bor? Uning iti degan hojigin, u degan mening savoq pishib, aytib do'stim bo'libdi. Buning o'zi sening qaring bo'lsin. Odiljonning samo'sha chekisi qisgan hojigida tursa, o haramga borgan hojxonni nima qildi jinim bolam? Jinim opa, seni bu ishinglarga aplashmaydi. Aplashmaydi? Mana men aplashtirman. Opani qildi nima ish kelmaydi? Gili-giliga xil-xilga shunday aplashtiryapman. Masa aykire birdan damas turgan bolam. Men bozor chiqib go'shakilay. Heliqi birlikaga savoqdoshlarimni aytib, oqshomni chaqirib qo'yayin. Qanday deysiz? Oshxona kirib bolam, qo'ziqda go'shakilga to'rsin qilib, shuni ichiqdagina. Ma'qul. Tova. Bugungi zamonning yoshlarini qaramam degan. Men Odiljon desam, og'zimni to'vaqlab hojigul davat. Men degan ona, bu degan bola. Gapim kirmagani bir ko'ra, qani. Opa. Qaraman, bu shuni. Sen obdan o'ylan bolam, men hozir yetib kelmay. Jimim? Dada. Dada. Bu zaten nima gap? Ben faqat tushunmay qoldim. Qizim, bu tağam Sadir akım bilen Apan Aysxanның qarindosh quduğulimiz deb topgan maslahat ekan. Uni mundaq o'tda qizi bo'lsa, mana nima chora? Canım dada, siz yaxshiroq o'ylab ko'ring. Bu navriga chetish butunlay ko'ngilliq bu. Uning ustidagi tanni qoidaga to'g'ri kelmaydi. Biz bu yoqdan kelishimiz bilan u yoqdan bu ishni bizga zo'rlab tolsanglar. Bo'ldi. Men o'zim rozi bo'lmayman. Qizim, sen ko'nglingni buzma. Ben senin konuğunu yaxshi tushunaman. Hozirgi jamiyat burunqa o'xshamaydi. Biroq opang moshina joylik qilib tursa, menga nima ama? Canım dada, siz bo'lsangiz mening ko'nglimni ozroq tushunsangiz nima bo'ladi? Bir amal qilib-chi, men tog'am bilan opamni gap kirgizayli. Ma'qulmi? Bola, o'tiranlar tanglik qoldigan o'xshayman. Bu ishni buzsam bo'lmaydi. Buni yondirish tasmida. Agar sizlar bizning ko'nglimizni tushunmasanglar, Odil akam ham ta'sir oldi. Menga ta'sir oldi. Nima? Ta'sir oldi? Dada, men gapning rostini desam-chi,
Adil akamın özü bilen birlik kelgen şunda kanlaşkan bir layığı var. Onun üstüge benim... Ah, yok. Düşendim balam, düşendim. Kızım, sen jirak yoldun keldin, ağırdın çarçıdın. Sen yaşlak demek doğru. Apan kayıp gelgen vakta ben onu obdarak gezul kılay. Makule. Tacgül. Ha? Oy. Tacgül. Menin kilovatlarımını körüp durup müküvap sizde. Yok Fazılcan. Mana, çamdırnağınıza ağaç geldi. Ha? Rahmet sizge. Eğer çamıdan öyüm kapırtırım demişsem. Sizin oylaygım kem ettiniz o deymen. Tacgül. Sizin desem, yeninizden 1 minut mu ayrılığım yok. Ye. Dastan kilon çay içelim. Ben size çaydan alıp çıkayım. Ha oldu Tacgül. Avar olma. Oran bir kerginizde. Bırak yazı sıkça içmek kesiniz. Kalmaz mı sıra? Tacgül, Ha? ne boldunuz? Kapıp kapsız bu. Hiç dersen buldum. Micazınız yok mu değil mi? Ha? Belki yolda kârgı çarpacak geldiniz mi? Tacgül, Hı? anlasam, ma Adıl'ın atanları toygu tayarlı kıp duruptu. Ha, rost değilsiz. Tacgül, Hı? İkimiz yok. İkimiz? He. Ha, ikimiz. Tacgül, ne boldunuz? Gepleriniz hiç kovlaşmaydı o. Nemiz kolaş mı diye? İkimizden jürvatlarımızı öydükide okuduğandı. Okudu, durmaz. Ha? Uy. Tova! Tacgül, bu okuduğu dersiz, okuturumuz dersiz. Bu zat ne mi gep? Ben hiç nimi düşünemedim bu. Fazılcan, sizin çok okuk kolarsız. Siz mi şişirip kalırsınız? Dada, doğruluğunuz işi ağaysız. İştem balam, iştem. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Dada, bir yakçı.
Mening savoqdishim Faziljon bo'ldi. Ha, qanday olur yaxshi bo'ldi. Rahmatulloh. Savoqdishim Faziljon. Puxtum, bolam, puxtum. Bolam, savoqdishingni choypay ekanmamsan? Ha, bo'ldi, avaromislar. Mening hozir qaytadigan vaqtim bo'lib qoldi. Men qaytmasam bo'lmaydi. Choypay ichib kelsizlar o'tib. Xo'sh, men qaytay, xo'sh. Quruqmi qaytamsiz? Bak, xo'shamsan? Xo'sh. Bolam, men doktorxonaga berib bir okul saldırıp kelay. Ma'qul. Dada, kimsalar kelinchimi? Estağfurullah. Bayatın ma oğlumga Tacgül desem, nediki bir Hacgül'den ben ağzımını çoklatkanı karanlar. Bu ahvalının boşundaq buluşunun esrep bu işini aldığını alıp tüttegen tukku. Dada, Tacgül degan mening bir nari singlim to'sa, hamda uni bilan to'y qilsam qandoq bo'ladi? Uni ustiga Tacgülning loyiqi Faziljon mening yaqin og'aynam to'sa. Nima? O Tacgül'mü öz aldıqlar deb boldimi? Dada, hozirgi yoshlarning hammasi shunda. Hey balam, bu başka yaşlar olan bizning nima çatığımız var. Kile, sen bolsan balam, bu Tacgül olsa üzümüzün balları. Əslə 10 yaş kirgen vaxtınlarda biz məsləhətimizni pişirib boğan emasmı? Bir-birinizden ayrılmasın deyimiz canım balam. Bana öyle işte en aval tuqqan içidin. Tipilmay qalğanda yaptığın quduruşluğun iş əzəldən tatıb emasmı? Mana bizning Tacgül aldığımızda tursa, onu qayrıb qoyub nə barımız balam? Dada, Hey balam, biz sizni beqib, çoğ qilib, bugün kun kelganda chiroyli to'y markanni o'tkazib desek, sen bununla unmasan, el cemaat oldida yüzümüz yağmamdı bizden, he? Dada, meni demek. Perişan gönlümde harap koyun canıda bu perişan gönlümde. Tacgül bilen başta şundan idi ehdimiz. Tacgül bilen başta şundan idi ehdimiz. Oylunaylı canda da bulgan nesun ehdimiz. Oylunaylı canda da bulgan nesun ehdimiz. Can, bu işin o'ylashadigan hech qanday yeri qolmadi endi. Estağfurullah. Balam, Moşa aldığımız geçen günü senin toy verken ötküz biren cuma. Nima? Men magazin birken sen turib turgin. Jinim dada, bunda qising zoti qoplashmaydi de. Balam, men ota-ona deganning gapini anglaydigan, ha? Dada, mening bir og'iz gapimni anglab qo'ying. Dada. Adılcan, Opa. Nega modingiz? bağdaki meyveler pişip meyvaqlab ketipti balam. Bir sevat qaşlab bersem sabaqdaşlarım ağaç kessem ki. Rahmat, opa. Opa, bayatın biri sizlar bilan ko'p gap talashdim. Balkim beadab qilgandimman. Jinim opa, siz o'ylab boqing. To'y degan bir umr sonsuzsa, endi bu Tacgüllar ikkimizni to'yni qilimiz bizga besmishlasang to'g'ri bo'lamdi. Canım balam bu iş doğruluk benim besim kaldı mı kattı? Senin köngünü desem dodan renciydi, dodanın köngünü desem sen. Ben şu nemi kılarımını bilmeye kaldım. Boldu, en yaxşısına arlaşmayın. Jinim opa, azaldan mening yuragimni siz yaxshi tushunasiz-ku. Qaraganda dadamning tozimi joylig'i tutibdi. Bu ishni siz yordam qilsangiz, mening hech ilojim qolmadi.
Sadıgan ketey balam, oğul öyleş degen otanның pərzi, qərzi. Sen bu toyuq mana muşunda kızım aytırsan, qandaq qılamız, qandaq qılamız. Şu emasmı? Adılcan, dadam cayılığı mən yeni bir gep qıp bakayım ye. Şundaq qılın apa. Dadamga aldırmay düşerdisiniz. Dadam belki yumuşak kalışı mümkün. Maqul əmsə, mən bax kız çıxay ya. Bu Hacı Gül mü? Bu nasıl çıkan ki bu? Apa bekle. Bu yıllık benim kavak düşer. Sen helik öktek koygan Hacı Xan. Hacı Xan emez. Hacı Gül de. Vay balam, gül olamdı, xan olamdı. Naqsın anlaydı. Hele Hacı Gül. Ben keçik ettiniz mi? Ben de. Oy kızım, həcətin sərif naqş etdiniz ha? Bu benim apam boludu. Keçi ben tolma apa. Teslep. Yey, maqılın tilinin tatlıqlığını qaranla. Meni bir görüp apı da atıdı. Hecep ondan kızken apı? O günlerini. Ndak çıraylık günler. Kızım siz gülge amrak mı? Oy, bağlıcım, bunun da mı cıraylıkları var? Cırım, ben sizi gücü. Bak kırıp, özüp benim ötürüm. Mundak. Sağda amcamdan işin bu. Selamünaleyküm. Aleykümselam amcam. Çıktık mı? Ali. Merides de kesler bu. Kelamla. Abdüş takip. Yelik men sizge aytkan töt əlacı oquşdan biri Adılcan boludu. Adılcan degesi bulamsız ki. Adıl, bu yak mahiyemizge yeni deytilip degen Abdüş takim boludu. Abdüş takim? Abdüş hakim degesi boldu gelsin. Şunda. Anlasam bizden bu yerde hizmetlerimizge nahiyede sizni mesul kıptı. Mesul degeni bulmaz ki. Biz birlik işleyimiz. Men bir yak yayın tak bir neç gün boldu. Bir yanın emli ehvalıyla mı, ademleriyle mi, tak toluk konuşup gidemedim. Kene atıştık acınızı. Hadi Meryem Hanım kinem. Selamet geldin lan mısın? Salamet kaytık geldik. Ata-ananı çıktık mı ki? Geçtik ya. Özünün havalı yakşı. Salametçilik. Adıl, alsan şuna öydikler, toygu terlik kılat akşamamdı. Toyga? Şundak. Benim de bu işte uğurluk sizni ve nahiye başlığını izlep tepip bir paranlaşmak çıktım. Neymiş? Adı iştike. Bu işki aile mening bir narsig'ini bo'lgan Tojgullar ishkimizda to'yni qilib izlab bizga besim ishildi otdi. Toyni qachonga to'g'rilabdi? Mush praktik xizmat kuchishdan burun qaytimiz deb oldirishyapti. Ahvol qaraganda oldimizga gap o'xshamamdi. Shundoq. Maryamda, siz bo'lsangiz bizning sinf müdürimiz. Uning ustiga Tojgullar ishkimizning ahvolini siz yaxshi tushunasiz. Bu ishni sizlar yordam qilmasanglar bizning hech ilojimiz qolmadi. Oy. Maryam ana, Tojgul yana men ketib sizni bir izlayda olsam. Tojgul, hamma ahvoldan xabar topdim. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Vay sizga buni qilgan Odiljonning bir narisingiz Tojgul shumi? Shu. Tojgul. Bu yoq mahimizga yeni deytilib kelgan optirish takim bo'ladi. Yaxshimisiz optirishga? Yaxshimisiz? Salomat keldinglarmi? Salomat keldik. Atlaka, ahvolimizni aytmoqdingizmi? Dedim. Optirish takim. Yiliq men sizga aytgan to'rt a'lochi o'quvchimiz nahiyaning ehtiyojiga asosan mushakkasini qilgandi. Bular Tojgul bilan Faziljon, Odil bilan Hojgul o'zaro mehnatlashib yurgan. Belki işgallikler bulan toy kıstaydı. Bu mesele doğru hal konsa, ulanmak sizde çok tesir ediyordu. Doğru dersiz vereyim de. Abdüştka, siz bizi yerden kılmışsınız. Bunun dikkat adla kapışkımızın günü çok. Keyfini ters toktaydıgan okşaydı. Boludu. Men kuchimni yetishi adamli şey. Bu işte cahillik qilayotgan kim? Kim bo'laddi? Mush opammi bunda? Opangizning ismi nima? Aysxon. Aysxon? İlk məlli çeyrək turatqan Aysxon noçu deyə sabuz gəndə. Ular dəxtlər kişimlərlə tən tuyuqlarını qılıb muradığı yetmək çöktü. Adilcan? Yasını açıqam sizlərə tuqqan kildi bu deyim, Şunda, bizga yaqin tuqqan bo'ladi. Bundaqda ne avval yasını açıqam bilan bir məsləhətləşib. Fikam, Aysxon açam bilan özən bir sözləşib baxay. Ma'qul Abdüşka.
Aysxan hammaçamdan kalsa dadam sadıraqımı boş edememez. Bek açık yaman. Sadıçkamdan açık yaman da. Adil, hatırlayacağım boğum. Dadan ola ben çokum sözleşimi. Unda olsa yaxşıqa merimde. Abdurishkan, siz apa bilan qaysi vaqt sözleşalaysiz? Vaqtingizni men aniqroq qilib bir aytib bersangiz. Men o'z og'zim bilan-chi, opamni uqtirib qo'yay. Men ata tushdim burun saat 11'larda kelay. Tushdim burun kelaymisan, tushdan keyin cho'qib kelaman. Ma'qul. Merimde. Siz saat 11'de dadam bilan bir söz beqir. Ma'qul. Voy, saatni birek berib qopti. Juringlar. To'y malni davolash avval tekshirib kelay. To'g'ri. Qo'y, men Yo'q, qaytalar, bosh qo'y. Yo'q, saytsan bo'ladi. Abdurishkan. Qo'sh, Ana sartoldi, ha? Qarab o'tiragin ularga. Hacıgül, biz bandoq. Nima? Adil aka? Ha? Hacıgül kelganmidi? Qandaq? Ha, bizning arkadaş çok hech narsaga qo'shganmaydi. Bunu çaqchaq qilmoqmi, ha? Hacıgül. Endi shu qolgan gap uyda o'tirib deyishmasak bo'lmaydi qanday? Apa, bu Hacıgül'ün qo'lini ching tutib ne yeb maqdadasiz? Voy balam, joyga kirib choy qo'ymoqchi edim. Allah hemisi maqdi. Biz kendi yetişmamızak bo'lmaydi. Ketamizlar? Ketamiz. Ha, ularning kendimiz biz yetishmamizaq bo'lmaydi. Kelar. Voy qizim, quruqlik yaptınız. Ertki mehmon bo'lib keting ma'qulmi? Otajonning dod söylemoqchi ko'rishib qo'ying, ha? Shunday bo'lsin. Ma'qul. Xo'sh endi. Xo'sh. Aslan. Aleykümselam. Emrah ha? Bu kız kim burada? Voy Saymaxun kim bo'ladi? Bizning hali Otajonning maktabda birga o'qib bitishgan mundaq deymisiz? Mabita. Vay bu kelishgan chiroyli qizgan bu. Voy, bek kelishgan, bek chiroyli, bek undaq. Saymaxun sizning tojig'inmi? Bek kelishgan, bek chiroyli, bek undan qiz bola. Gap chiroyli emas. Bolalarimiz kimni yoqdingiz shu chiroyli? Voy. Saymaxun. Bu gapcha ikkimizdan degani bir yerdan chiqdiga o'xshamamdi. Shundaqmi? Men shundoq o'ylayman. Chiroyli emas, ko'ygan chiroyli degan gap bor. Mushu tamsil vaqo hozir yoshlar ichi toza oqidi. Bu gapdan qaraganda rost ikkimizningki biroz bir yerdan chiqdiga o'xshaydi. Shundoq bir yerdan chiqdigandek turdi. Ma bizning qizimiz Tojgulmi bir loyiq debdi. Ne? Tojgul loyiq debdi. Deslar kimga o kimga? U balamo xeyli joyli bola deb turdi. Biroq Sadiraqul sizning og'zingizni jugallab tursa, ma Aysxon mening og'zimni tuvaqlab tursa, ikkimizga nima chora? Biz ojiz. Ras. Biz ojiz. Voy Saymaxun, men xotin kishi ojiz bo'lasiz, akitib ojiz bo'lamsiz. Ha? Ma Aysxonni nemish gapingizni kirgizolmaysiz. Voy, uning nemish kuchingiz yetmaydi? Mush Aysxonning oldida jazman men ojiz. Ma merdik haqningizda Saymaxun xotindan qo'rqib deb laqam sig'dig'ini bekor gapiramiz. Nima? Kim xotindan qo'rqdi kim? Voy, kim bo'lmoqchisiz siz? Siz? Voy, meni xotin bo'lmisiz, men nima qo'rqaman? Siz eringizdan qo'rqmamsiz? Men Emrahxon eridan qo'rqdi deb men laqab qo'ymadim sizga. Qanday xotin bo'ldim men? Men rost erimdan qo'rqman. Hem biz xotinga azim qo'rqsaq yarashadi. Aksi degan xotindan qo'rqsa yarashamda. Mening deganim Saymaxun. Aksi degan aksi usulida, xotin kishi degancha xotin kishi usulida. Xotin kishi vaqo har qancha bo'lgan bilan akishni olqin kichikroq chug'undak o bilmaydi ekan. Rostini aytgan vaqtida mush Aysxonning oldida hozir men mushukning oldida choshqandek bo'lib qoldim. Zot sizningcha o'pkingiz yo'q odamsiz. To'g'ri, o'pkamning yerimini doktorxonada kesib elib o'tgan. Mening ojizligimning sababi shu yerda. O'pkisining yerimini doktorxonada kesib ojiz bo'lib qolamda. Tek uning ustiga oshqozonimni yerini elib o'tgan. Voy Saymaxun, oshqozoni og'rib, uni doktor kesib yerimini apras qilib elib xotindan qo'rqamda. Astagfirullah. Men bilan tirikdiganligimni bilib turib xotindan qo'rqib davtsa, og'zingiz o't ketsin ilohi. Xo'p, menga Saymaxunimiz og'zimdan chiqib ketib qopti. Endi ikkinchi demayman ekan. Hergiz demayman endi. Emrahxon, mening Aysxonning gapini jiranmasligi, buningdan qo'rqqanligim emas, uni hurmat qilganligi. Hurmat qilgan. Men ishqatim cho'q operatsiya deyaptim. Shu operatsiya qilgan vaqtimda shu bichora xotin qishimdan mejilimay, mendan obdan xabar oldi. Oshtamoqlarimni etib berdi.
Ondan başka kansırap huysuzlukla kan vaktinde kanı verdi. kan verdi. Onun bilek tomirdi kan benim yürükümde akan toza. Kanınızda yerim kımana saymakın, sakıp kaldınız emesin, sakıp kaldınız. Ben onun tuzkoğunu kısam bulamda. Bu aşkazırım kesilgendiğim beri her gün 5-6 laf tabak yiyme. Az dedim. Şu tabaklı şu kotun iğramayı itip verir o. Şu yerledim ben o kotunu hürmet kılmayın. Şunda. Şunun için mende kotun yap. Mende kotunu hürmet kıldığın adam. Beşli yakşı erulam sayılış gerek mi ya ki kotundan korkudu diyen namlılış gerek mi? O lafak ne hakkını? Vay saymakın sizde unda ekşi var o erkeklerin içi tipulmaydı yok. Hep böyle yakmanı müşahede. Şunun için ben o kotun her kaç kayısını götürmen. Valkısı mı götürmen, deşkölüsü mü götürmen, tıllısı mı götürmen, urusu mu? Ya. Vay urs götüremsiz? Ya. Siz ekşi olsunuz, kotunuz urs satemezsin Ya saymakın. kuranmaydı. Lakin urmende şundan süpürgün eli şamanem. Aç oldu dediniz ya, kaçıp mı o şimdi? Vay kotunumuzun zaten kokmaz ki, kokmaz ki. Bunda zanı kımman Emrah Hem de o bizim kotun bolsa man qarğan digaşla. Hem de ki özün kaddi qamet kelişken giroy bunda ayaq. Men bolsam sel vijek keselcan. Kaça yanaqıl taşın tankı oldayız. Vay saymakın ben go şunda oylayma. Ben meldik hakkında demeydik emes mi? Saymakın kotundan kokdu. Vay toxtana ben bir gep qılay. Saymakın kotundan kokdu. Bomuz toy degenge ezelden dodi iyi gop kevatkan tosa. Ma ayskan saymakını ballarının toyu iyi qimit deyip atmamdı bana. Du degeniniz toğra. Hani bizning ma balning da sadraxım var go. İşki gepning birsi olsa. Oy, men degen balning dodisi. Toy degenge ezelden dodi iyi boludu. Ağzını jundap men bir kız gep qilmaydı. Bo'lmaydigan bo'lsa saymakın. Bu ishlar sizni aralashtirmay o'zimni bir tarafga o'tdim. Şun degeniniz bilen men bu toy qanday idaçlık qilman dana Emrah Xan. Men qarang, agar siz ma Aysxonni gepingizga kirgizib, uning tas qulug'ini biralsangiz var-ku. Hamma adam sizni soyimnochi deydi. To'g'ri, soyimnochi. Soyimnochi. Men shu qizimga bek ishim og'riydi. Men shu qizimni bek yaxshi ko'raman. O qizimni opsi qarg'anda meni yaxshi ko'rdi. Kichigini tortib shu qizimni ra'yi qarab ish qilganman. Yelimi yana ash qizimni rozi qilmasam bo'lmaydi. Vay saymakon. Men shu ash bolam ichimdan ko'yma. Bolam bechorama ma dadasi qarg'anda menga bek amroq saymakon. Shuning uchun shu bolamning ra'yiga qilib qo'yadi. Balı degan jon emasmi? Balının ko'ngli nimada xo'sh bo'lsa, biz shuni qilib bersak bo'ladi. Shu emasmi saymakon? Bu to'yga Odiljon bilan Tojigul ikki qizim ayyorsa. Ko'nglada bir gap bor. Yotni tuqqan qilmoq bo'lsang, o'tirdi pul qo'y. Tuqqanni yot qilmoq bo'lsang, o'tirdi qiz qo'y degan gap bor. Navada bu ishga kelishmay qolsa, yaqin tuqqanlarni to'lab ketadi. Mana. Bu to'g'ri emasmi saymakon? Ko'ngil qizimigan to'y qanda to'y bo'ladi. Bo'ldi. Gel shunda olsun. Endi ben qat'iga keldim men. Qandaq? Men Aysxonni gepingiz kirgizalarsiz. Albatta. Po'tliqni oz qiling, qo'rqsiz. Nima? Shunday olsam istaqa. Ya Allah. Aysxonni o'changni so'raydi. Saymakon xotunda qo'rqi degan haqini bir ham-tam qaldirayki, o'zimni birisini ko'rsatib, 3 kun ichida Saymakon xotunda qo'rqi degan qalpaqni cho'l tashlamaydigan bo'lsam, sayin nochumay ketayman. Voy, yoraysiz saymakon, yoraysiz. Nochum ekanman. Muchuna bo'lsa bo'ladi. Ey saymakon. Mush xotiningiz var-ku. Joy eski xotin. Gepingiz kirimiz qandaqlar? Nima? Gepim kirimiz tanavini qishga tortaman. Agimini tazib beraman. Qandaq? Qo'llarini ishkil qo'yapti qiza. Ya Allah. Voy, belingiz. Voy belim. Mana ham adab bergin bo'lmaydigan bo'lsa, bel og'rib ketdi. Voy belim. Taza aşı kaçaktırdı, samız yakın ben. Qandaq, noçum ekanman. Öpkem yerim bo'lgan bilan meni jigirim tutdi. Oshqozinim yerim bo'lgan bilan yurakim tutdi meni. Yurak tutib bo'lgan qo'rqmaydi. Aysxon taza agar xidmatidan qildi ekan, taza aşı pochaqlarni olib poch qilib chekka. Taza o'choq tushirib qilib selivetin lavda. Ay, sayimnochi. Yakpash gap bu. Sindirdimmi men, sindirdim. Kimni o'shini olib pochqilma? Egildiki mo'zay qilib qilib, oqib o'tkashib buzishdi. Shuning uchun poch qilib, olib poch qilib chekib o'taydi. Ey, men poch emas. Ma ishqilani degan gapini uchun men hammani anladim. Men öyle serip süpürüp tazalab, uçakla kürürlep koydum. Bir muz kirlerini jüp koydum ben. Tamam, Hay, süpürgen bağlar.
Üstüne gidene buyuruşmaya kalır. Hayır. Estağfurullah. Estağfurullah. Para. İş buzluqdan çıktım ayakta. Nöbet ikimiz geldi. Çıksla. Ne mi mük valla? Hem de balar biçare hem rahat kalmadı. Nimde piş buzla? Ha? Zaten Meni nima qilmoqchi? Meni nima qilmoqchi? Men ketdimku soymaqni emas. Ay, erimni qo'qatqamla meni. Meni mi koklamaz? Ben erişim ben kadın. Benim sen sahi. Öyle çıkınanla böyle etkinek. Zaten nemi deyiştin la? Ha? Nimde kepöke Voy, tutma nima bana. deyishatdiq, nima deyishatdiq. Odiljon bilan Tojigulning to'yini qilg'izmaydiganqa soymog'ini ishkimiz masatni chim pishirib qo'ydik. Mushuga. Ish mundaqda. Ha, shundoq. Qandoq qizingizni meni o'g'limga zo'lab qilmoqchiman. Bak qandoq qilaman men xudoyim. Men sizga shundoq qo'yay. Odiljon uchun okamni o'g'li demasam, o'g'lim sepilmasa xo'mis emas. Ha, palak hamak, go'shtli sunak, yog'li börek o'rnimisida deb atgan ishman u. Silimi to'lib atıldı ama. Konuşun. Ben sizga yana shundoq qo'yay. Yotdan tuqqan yaxshi demasam-chi, meni qizim sizga chiqib qolgani yo'q. Ne yigitlar meni qizim keng yuribdi. Odiljon siz ig'olamaysiz, to'g'ri siz ig'olamaysiz. Voy, kim ig'oladi? Kim ig'oladi? Okam ig'oladi, men ig'olaman. Ha. Aqlingizcha Odiljonning do'stsiz men ofisi izam ig'olaman. Qanday? Qo'lingizni kes, yaxshaylan. Bu to'yni qilganimiz qilgan. Voy, siz nechun qo'lingizni kelganini qilib, bu to'yni buzg'unimiz buzgan. Toyunu buzgırımız buzgar. Yaxshilya! Ben sizga deb qo'yay. Sizcha to'la hattingizni ochmang. Okam qadar nuqulimiz og'zitimi? Uyda qo'rqitdim emas sizni. Voy, Oysam, mencha azaldan adin qo'rqqan xotna emas. Oqingizdek do'zax so'tishning qiz yo'qlirig'i yo'mish deb soqollarni buruq maqollarni vaqo. Qo'shning zungni qanday shundab. Orqadan sep bermay qanday qo'rqmayman-ku, qo'rqmayman. Xudo! Ay kimnin sakalını şunu vakti? Ha? Ben duzak şut sorsam sen nime? Yapala sen nime? Voy, dadasi, men yana shu Hamroxon. Men sizin demedim, herkes demedim. Hem kim dedim? Hazır mı yedi kimnin sakalını çıktaldın, çıktaldın. Aylık yığıldık üçge. Tolu merhab kulak menganini yap ketdi. Şunun sakalını bir zungda yutay degan. Erdi qo'rqmaydigan yo'qligini ko'rib qolaylik. Boyda poyta atqanasini erimni qo'rqmayman deb. Ha Xudo! Fark et onu kıl. Kimnin sakalını şulmakçı? Ha? Benim ama sakalım ne beni tutlaştı? Yapala! Voy dadasi, men bir ojiz ayol tursam, men sizin sakalni qo'lingizni tutolmayman. Herkes onda demedim. Herkes Ha demedim. medeniyetin kılavudu o tök kolunu bizden. Kalktan sakalları cundap girdi. Endi iş pişip sen beni sakalımı tutmakçı basın. Ha? Şurada! Xapaman. Ha? Karala! Sakalımı cundapçı ki. Okalmijan siz o'zingiz obdan bilasiz. Rost gap qilsangiz tutulasiz, yolg'on gap qilsangiz tutulsiz. Boyda nimda ish bo'zdingiz? Ha, nimda gap o'rgatingiz deb hamini. Ha? Yapala! Siz men o'zingizdan deganni bir demamsiz. Oy, ishni buzgan siz turib men deymanmi? Ha? Deng, hamini Yapala, hemin de. Nima? Men ish buzdimmi? Ha? Men ish buzdimmi? Sizlar aqsangiz ishqilma bir bo'lib men nima qilmoqchidim? O'zim debsizlar Bu işin muhatsız be! Ben de bire! Hay Ayskan, bu neymiş? Saymakını kim sulap koydu? Voy, aka boyda mashqisi birlashib, biz to'yni buzmoqchi o'tdik. Shuni qo'yib uxlab tursin deb so'lab qo'ygandi. Şundak tuma bu adam sulap koydu doğru mesela. Bombaktı bu işemez. Derhal işini içirdin. Voy, aka, ishni ichayotganda bo'lmaydi. Allah! Kapısının yağsın damlalar çıkan kilovatı da basma. Ben qanday qilaman? Aşkak, bulun köpsüne. Çay lan. Saymakını çıkarıyordum. Ha Emrah bol yığılmalı bir bak yap kaldı. Güzel olanı çaldım oturan ha. Ondan fotoğraf yakışıklı. Hay Aşkan, bulun. Saymakını çıkarıyordun değil mi? Voy, aka, uni chiqarayotgan bilan mo'zlar chiqarib chiqishtirib, odamlar suloq qiladi. Allah'ıma kutum be. Hay Emrah bol yığılmalı. Bu molla aşkım küçük adam emez. Yaşkılaştır reisi. Bu kegen yığıp otasını sert olmamdı. Sert olsamamdı. Bu yatını yakışıksı bir olup turlap edemdi. Bozuk etip beni sert olmamdı. Hemen nama koy. Ondan kutum. Yaşlı topuk yığılmalı. Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Undan tutlar, salomatlar. Qanaqa eshitma. Hakkını otasın Allah aşkına.
Amin. Amin. Allahu Ekber. Sadraxun çiğlik mi? Xudo shukr Mollachka. Ey işçi, balışa kılıp çiğlik. Teşler. Aysxon chakilim. Qani, Ayska. Ha, kulurum. Hammaga qalış chiroy ko'rinsizlar bu. Birer ish bo'ldimi nima? Yo'q, hech narsa yo'q. Biz jiddiy qilishmoq. Mollachka. Mollachka cham. Çay. Xotin kishiligini chech uzun aqli qismida. Ha Mollachka cham bossacha. Kulurum. Ha qasınlı jidal bo'lganini chandurganda et to'g'ning bilan men sezib bo'ldim. Daqiqalar zod nima ish oldu? Voy Mollachka. Ha Mollachka shu nima bu? Qirmoq tepkidir aslan mazallar aslan. Mollachka. Aslan. Ha Mollachka. Ha qani cham bossacha. Sadraxon, bu Hamraxonga nim bo'ldi? O'zi kulyotdi o ko'zlari yosh turdi o. Voy Mollachka nim bo'latdi? Boyatnyoq bo'g'ashni ko'zlari bilan ko'rdilar. Aya hammayat ayollar yerim dunyo desin, o'sha o'tmish chiqsa meni qudog'ini qo'ymaydi, o'zi kundilar. Aysxon, ma uy taraqshyotdi ishida odam bormi yo nima? Yo'q. Ayliqa o'shga. O'shga? Ha. Opirsa o'rsi chiqibdi ekan. Uyga patqizamay, qudan patqizamay uy solab qo'ygan ekan. Anda olsa bu qirqimgan o'chga o'xshamanda. Men bir ko'rib boqayin. Mollachka. Adam Otasi Mollachka otasi. Aytka, men o'g'loq emas, aşk emas, odamman Saymag'on. Aysxon, bu nima ish? Ishni ichib o'ting. Odamni solab qo'yganmi, bormi? Ha? Aysxon, ishni ichitilib necha ketim dedim sizga. Darhol ishni iching. Nima degan gap bu? Çok da sulab qo'ydik. Kesli Saymaq. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Saymoqim, sizlar bir deb baqsizlar. Bugun nima ish oldi? Nima ish olibdi Aytka? Meni shunda mozayining ashkining o'rnida yak solab qo'yib yursa, menga nima deb, nima kun? Saymoqim, sizlar kasalchan odam. O'zlarini ayislar, to'liqlayamizlar. Va Aysxon ishga yaqin birisi bo'lsa, ileyli qo'riq, postakchining nasli, o'tanchining avlod da'vatsa, haqlamini xotindan qo'rqib deb mazaq qilib olsa, to'yib ketdim bu jonda. Ha, kulurum. Ha, qasımlı mening bir navr ruh qollarim turuqliq. Nima ishki mening yuzimni qilmaysizlar? Ha? Ma el jamoat oldida, qulim qo'shnilar oldida nima ishqa hayo qilmaysizlar Aysxon? Kunda boshunda jidallashib, urushaversangiz o'zingni ko'pdanmi? Ha? Bu ishing bo'lmabdi. Zodi bo'lmabdi. Bilmabdimiz oqa. Biz ham urushmaylik. Elim o yaxshi ayollarni yerim dunyoda deb qo'yibdi-ki, agar butun dunyo degan bo'lsa, bu xotinlar so'ngkim bilan qo'shib juda ekanmi deyman. Bo'lsin dushman. Hay, Aysxon. Bo'ldi qizlar endi. Ha? Saymoqimdek yugash, oq ko'ngil, Xudoning mo'min bandasini hech yerdan topolmaysiz. Saymoqim undaq qilib o'zaq qilaveramislar, ha? Yo, men uchun muhnabi chiroyli gaplarni qilib qo'ydigan odam bo'ldi ekan. Mushlar yaxshi gaplarni anglasam, bo'yam o'smasin bir ko'nglim o'sab turibdi mening. Sadraxon, sizlarmi Hamraxonni to'lib o'zaq qilaveramislar? Hamraxondek yuvosh ayolni sizlarmi topolmaydi? Men doktorxonada kesilni qarab, yaxshi bet saqlab qo'ydim. Endi men okamni yomon deb chiqdim. Aysxon, men sizni Ayşka'mı çakkınım yok, bana ahvalım dedi. Ben sizden yaxşılıkını bilmem, ben tuzko emas. Ayşka, Hoş. keselinin beşi esnek, gidelinin beşi teslek depmiş, bunda oldu. Bugünkü işinin qandaq paydo bo'lganligini men allaqachon bilib bo'ldim. Men aslida Odiljon bilan Tojgulni birga kelib, Qasımlı bilan muhim bir ish to'g'riliq kemash maslahat qilmoqchi edim. Lekin ularning praktik ishi bo'lganligi uchun bugun men bilan kelamadi. Xudoyim buyursa, ata yo o'g'in vaqt chiqarib men yana kelma. Shuningchilik va er ayol o'tirishdagi adovatni tugitib, er ayol inoq bo'lsin, adovat yiroq deganga amal qilinglar. Agar undaq qilmaydigansizlar Aysxon, ikkinchi qitimlab bu so'g'onliq dastilmayman. Anladingmi? Ha? Anladık oqa, anladık. Xo'sh. Otur kesin, Ayşka. Xo'sh. Oqa, otur kesin. Otur kesin.
Hoş Sadrahım. Çok Tamam sen bol kıyafet. Hoş emsi. Toy to'g'riliq maslahatga o'xshaydi. Men degan singlisi-da men tarafda turadi. Molla chiqam degancha odil odam, muchu to'y ishida cho'qim biz tarafga keldi. Ha, davr. Ayşkandır endi kokmayın ben. Acıkan bahane. Ha, puturayotgan qim ovozi domchib o'tiribsizlar-ku. Sat oldi-da. Men Molla akamning oldida sat oldi bu ish. Bo'ldi, qo'yinglar bu ishni. Saymaxon, yaqinroq keling ha. Amraxon. Domchib o'tiravergan qizcha. Mavo bolalarning to'yishi qo'payapmiz. Molla akam degandek er ayol inoq bo'lsin, adovat chiroq degan mush ish ustida faramshi bo'laylik.